boshlang. Namanganni olmasi anor bordir. Ko'nglimni band etgan o'shal dildore. Kulganda yuragim kulsin. Ko'z kulayapti, ko'z. Yurak kulmayapti. Rahmat. Keyingisi. Onajonsiz, mehribonsiz, jonajonsiz, qadrdonsiz. Onajonsiz, mehribonsiz, qadrsonsiz, siz o'zingiz, ovozingiz, yuragingiz, ko'zingiz ishlamayapti-ku. Ko'z, yurak qani onajoningizga bo'lgan mehr, muhabbat. Keyingisi. Marhamat. Boshladik. O sole mia, Santan Cramente, Santan Cramente. Figuratam, figuratonda, figura yerda, figuratonda, figura yerda, figura. Bo'ldi. Qizlar, rahmat qizlar. Hammasi yaxshi. Ertaga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Rahmat, bo'shsizlar. Husan aka, 30 tadan ortiq qo'shuvchini eshitib ko'rdi, natijasi bo'lmayapti. Bu yerda Navro'z ham eshigini qoqib qo'yapti. Unaqada musiqali filmimizni olishga ulgurmaymiz-ku, nima qilamiz? Navro'z eshik qoqib turibdi. Tushundingizmi? Biz esa 4 devordan, ya'ni televideniyada tashqariga chiqmayapmiz. Biz unda haqiqiy istedodlarni qayerdan topamiz? Qidirish kerak, yurish kerak, borish kerak, eshik kirish kerak. Tushundingizmi? Qidiryapmiz-ku, Husan aka. Qidirish bunaqa bo'lmaydi. Hech qaysi yoqmayapti. Qidirish bunaqa bo'lmaydi. Ishga kelib, ilganlari udum bor edi. Shlyapani, shapkani, do'ppini yo ustol ustiga yoki bo'lmasa qoziqqa ilib qo'yardi. Men ishga keldim degan gap bor edi. Hozir esa qo'l qo'yish chiqibdi. Qo'l qo'ydingiz demak siz ishga kelgansizmi? Yo'q, bu ishlash emas. Ishlash kerak, qidirish kerak, topish kerak. Tushundingizmi? Ana qarang, tashqariga chiqing. Hamma yoq gulladi. Bahor, qushlar kuylayapti. Jim turing, bulbulchalar, men hamdi taurim so'z etay deb. Bizchi na dutor sozlayapmiz, na kuylayapmiz, na o'ylayapmiz. Uyalish kerak, qidirish kerak. Topiladi. Istedodlar ko'p. Uni topish kerak. Tushundingizmi? Topish kerak. Bizni haqiqiy milliy bayramimiz bu Navro'z. Bizni tayyorlayotgan musiqali filmimiz ham o'ziga xos bo'lish kerak. Bu degani bu yerda o'tirmang, tashqariga chiqing, oddiy odamlar orasida bo'ling. Haqiqiy istedodlar ana shularning orasida degani. Unda nimadan boshlaymiz, Husan aka? Eski shahardan boshlash kerak. Eski shahar hunarmandlarga boy. Pasqam uylari, bolxonalari, kichik hovlilari, o'zlariga xos hunarmandlari, hazil mutoyaga boy odamlari, askiyatchilari, gap gapirganda kosa tagida nim kosa mazmunda gapiradigan ajoyib istedodlar orasiga kirib borishimiz kerak. Ana
Eslab ko'ring Husan aka, eslab. Shahar katta-yu. Bu yodamidi? Bu yod. Shu yoda. Anavmi? Aniq. Jo'shni bo'lish kerak-da. O'zim bilaman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Oy qizim, shu ko'chada bitta kishi yashardilar-da. Beshicha. Shu o'zlari qo'shiq ham aytardilar. Shu yoshlarda qo'shiq aytganlarda atroflarida qizlar eshitib, maftun bo'lib o'tirishardi. Shu kishini eshiklarini qidiryapman, topolmayapman. Bilaman ularni. Ularni hozir 5 ta o'g'illari bor. Ota kasbni egallab, mahallamizdagi eng zo'r beshikchilardan hisoblanadi. U ana ko'chada turishadi. Ko'k eshik. Rahmat. Rahmat oy qizim. Baraka toping. Xayr, yaxshi boring. Rahmat. Xo'p. He bolalar, negadir qo'shiqsiz ishlarimiz ketmayapti? Ha. Qo'shiq aytishga ilhom kerak. İlhom kelish uchun sevgi kerak. Sevgi? Qayta olasizlarmi? deb menga ayt. Meni sevmasang bu so'zlaringdan qayt. Jamolingni ko'rsam ham, sevishingni bilsam ham, yuragim ham endi javob ayt. Nega erkalanib sevdim deding ayt. O'zgalarga nozlanibsan sen shu payt. Endi seni sevmayman, yolg'izimsan demayman. Endi so'zlaringga ishonch bo'lmas. Jamjamalak sochyon aldama buncha. Kamkamalak oshyorim sen go'zal buncha. Yuragimni g'ashlama, hayolimni olib girob ayt. Meni sevishingni fazolarga ayt. Yuragingga ozor bermayman deb ayt. Ko'zlaringga boqarman, seni men yorim derman. Endi pok dilingda yolg'iz menman. Jamjamalak sochyon aldama buncha. Hammasi hayotiy. Bizi musiqali filmimizga mana shunaqalar kerak.
Siz to'g'ri aytasiz, Husan aka. Husan aka, balki yana tanishlaringizni qidirib ko'rarmiz, a? Mahallada kim bor? Mahalla qo'mitasining raisi bor. U hamma mahallani 5 qo'lda biladi. Qani, ketdik. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimiz. Biz televideniyadanmiz. Tanidik. Televizorda ko'rib turamiz. Bilasizmi, bizga mana shu mahalla qo'mitasining raisi kerak edi. Aynan mana shu mahallaniki kerakmi? Ha, xuddi shu mahalla. Bilasizmi, mana shu mahalla qo'mita raisini oqsoqoli mana biz bo'lamizda. Rostdanmi? Hop. Rahmat. Shu bizning Navrozga atab bitta musiqali film qilayotgandik. Shunga endi bizga ishimizga qaraganda sizning mahallangizda ashulachilar, raqqoslar, askiyachilar, hazil mutoyibaga boy odamlar ko'p deb eshitdik. Shulardan yordam berib yuborarmisizmi topishlikka? Har bir xonadonda bor. Hofizi ham bor. Musiqa yozadigani ham bor. She'r yozadiganlari bor. O'yinchilarini aytmaysizmi? Ayni koniga kelibsiz. Ayni koni she'r. Bilasizmi nimadir? Shu 10 ta eshitgandan ko'ra bitta ko'rgan ma'qul deyshadi. Shu ko'rsatmaysizmi? Bajolidir. Bugun mahallamizda katta bayram. Sog'inaman har kuni, ko'rmasam ham, ko'rsam ham, yaxshi ko'rgin. Bu qo'shiq Ko'rmasam ham, ko'rsam qanday ovoz qarang. ish otashi kunchami, Bulbul. shunchami. Hay. Nima bu? Radiodanmi? Radiodan emas, mahalladan. Kipriksiz, daryo bo'lmas ko'priksiz, telba aylar to'lqini. Ko'rmasam ham, ko'rsam ham, yorsiz menga dunyo tor, vasliga dil intizor, men bir umr maftuni. Ko'rmasam ham, ko'rsam ham. Kim bo'ldi bu? Bulbul kuylayotgan? Zokir boboning qizi Kumush. Hovuchlab yuragimni, kutaman malagimni, ishqi umrim ustuni. Ko'rmasam ham, ko'rsam ham, sog'inaman har kuni. Ko'rmasam ham, ko'rsam ham, yaxshi ko'rgin men uni. Ko'rmasam ham, ko'rsam ham, ko'z bo'lurmi kipriksiz, daryo bo'lmas ko'priksiz, telba aylar to'lqini. Ko'rmasam ham, ko'rsam ham, yorsiz menga dunyo tor, vasliga dil intizor, men bir umr maftuni. Ko'rmasam ham, ko'rsam ham, yorsiz menga dunyo tor, vasliga dil intizor. Sog'inaman har kuni, ko'rmasam ham, ko'rsam ham, yaxshi ko'rgin men uni. Ko'rmasam ham, ko'rsam ham, ishq otashi kunchami, ishq azobi shunchami, alangadir uchquni. Ko'rmasam ham, ko'rsam ham, ko'z bo'lurmi kipriksiz, daryo bo'lmas ko'priksiz, telba aylar to'lqini. Ko'rmasam ham, ko'rsam ham, yorsiz menga dunyo tor, vasliga dil intizor, men bir umr maftuni. Ko'rmasam ham, ko'rsam ham, ko'z bo'lurmi kipriksiz, daryo bo'lmas ko'priksiz,
telba aylar to'lqini ko'rmasam ham ko'rsam ham yorsiz menga dunyo tor vasligadir intizor men bir umr maftuni ko'rmasam ham ko'rsam ham yorsiz menga dunyo tor vasligadir intizor Kumush bobo o'zini ishqini kimga sor qilyapti? Otabekka kim ekan uni? Bilasizmi, bularni muhabbati butun mahallaga doston bo'lib ketgan. Kimni haqida bo'lardi? Qo'li guli zargar Kozimjon haqida-da. Kozimjon? Ana Bahri oldim odoblaring ibolaringdan Gullar chiroy sochirmiyor imolaringdan Bahri oldim odoblaring ibolaringdan Gullar chiroy sochirmiyor imolaringdan Bilurmisan ey jonona azaldan azal Yagona mani maftunlaring fidolaringdan Bilurmisan ey jonona azaldan azal Yagona mani maftunlaring fidolaringdan Mayin boqishlaring asta-asta qonishlaring Aytar ko'zing aytolmagan nidolaring Mayin boqishlaring asta-asta qonishlaring Aytar ko'zing aytolmagan nidolaring Goho xayolatga cho'mib ketursan Umidlaring poyoniga qachon yetursan Goho xayolatga cho'mib ketursan Umidlaring poyoniga qachon yetursan O'zingga so'zlayursan ko'zlari xumor Boqib etgin sanam sirli dunyolaringdan O'zingga so'zlayursan ko'zlari xumor Boqib etgin sanam sirli dunyolaringdan Mayin boqishlaring asta-asta qonishlaring Aytar ko'zing aytolmagan nidolaring Mayin boqishlaring asta-asta qonishlaring Aytar ko'zing aytolmagan nidolaring Yürekler hem olar davam Mu'minlerge ulaş canan şifalarından Yüreklerden yürekler hem olar davam Mu'minlerge ulaş canan şifalarından Mayin bakışların asta-asta qonishlang Aytar ko'zing aytolmagan nidolaring 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 Kozim aka? Bo'la be. Hadeb ishlayverasizmi? Keling choyingizni ichib oling. Charchab ketdingiz. Hozir jonginam, hozir.
filmimizga xo'sh bulbuli go'yo Farhod Shirinlar topildi. Bittasi kumush bulbul, ikkinchisi Kozim bulbul. Bizni mahallada hali bulbullar ko'p. Qani marhamat qilib, qolganlarni ham ko'ramiz. Boshlang. Bu mahallada ajoyib novvoylar turadi. Bularning ichida deng, shunaqangi qo'ng'iroqda ovozi borki, eshitsangiz havasingiz keladi-da. Rosta, bir eshitib ko'ring bularni. Tohir, kelmaysanmi endi? Choy-poy ichib olgin, nondan yeb olgin. Yo, rahmat, o'zinglar yevaringlar. Shu qizni o'ylab ozib ketdi-da. Bahor keldi-da. Keldingmi qizim? Tohir. Keldi. Ana boshlandi. 2 oydan beri shu ahvol.
Olifta, menga qara, qachongacha qizimni boshini aylantirasan? Sevgi to'g'risida o'ylashga hali yoshlik qiladi. Tushundingmi? Yig'ishtir ashulangni. Ha muhabbat, sevgi. Ha bahorda sevgi to'g'risida kuylamasdan bo'lar ekan. Bo'lmaydi. Kuylash kerak. Muhabbat to'g'risida jo'sh urmasdan bo'lar ekanmi? Uni qarang, bahor. Hamma narsa kuylayapti. Ularni qarang, qiyg'os, ochil. Gullar. Tabiatni qarang, uyg'ondi. Hamma narsa kuylayapti. Tomdagi g'urralarni qarang. G'urrayapti. Axir bu bahorki, kuylash kerak, jo'sh urish kerak bu bahorda. Qo'yvaring. Kimni mayli, kimda bo'lsa qo'yvaring, o'ynasin deganlar. To'g'rimi? Tavba to'g'ri. Ey, hech sevganmisan bahorda? Bo'lmasamchi? Ana. Bu bahorda meni o'zim. Amaki, siz televideniyamisiz? Xudo shunday. Men bahor kel. Amaki, bizlar ham olinglar. Xo'p, olamiz. Men bahor kel. Amaki, Oy. biz qo'shiq aytishni bilamiz. Yaxshi xalaqit bermagin. Bor. Darsga qilgin bor. Yugur. Chop. Yugur. Bor, darsga qil. Nodiraxon o'g'illar. 17 bolasi bor. Eng mo'mini shu. Ko'chada qolma, bor uyga bor. Darsingni qilgin. Qachon ko'rsatuvlarni ko'rsatasiz? Bor, darsingni qilgin, bor. Darsingni qil. Otangga aytib beraman, bor. Bor. Darsingni qilgin darrov, Bizni mahalla zo'r. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalom desang oldin. Topgan bo'lasan oltin. Ana. Otangga rahmat. Ota-ona duosi. Duolarning duosi. Mana shunaqa zukko bollarimiz ham bor. Asal bor ekan uni. Asal ari bol. Yig'adi halol. Hoppa. Ona yurtin ko'p kezgan. Bilimdon bo'lar tezdan. Bilimdon bilan chaqqon. Katta kichikka yoqqan. Nima zarur hamisha? Odob bilan deyshi. Voy baraka. Kechirasiz. Mayli. Raz buva sizni kutyapti. Hamma yig'ilgan. Hozir boramiz. Bugun mahallada katta osh. Sumalagam solib qo'yishgan. Bizni erkaklarimiz, shunaqangi gapga chechanki, hayratda qoladigan joylaringizda bo'lib qoladi. Hali ular ham qo'shib aytishadimi? Menga qarang. Nodir gaplar, askiyalar, bu ham hammasi san'at. Bu ham hammasi ijod, tushundingizmi? Mana bu ham san'at. Sazu to'rari ham olarkanmiz-da, Olamiz. Hammasini olamiz. Qani, yuring. Voy mehmon olinglar qani, Keling. Ovqat pishdimi? Kunizda tinchligini bersin. Haj namozlarda Alloh nasib qilsin. Yurtimizga qilganlarning uyida to'y bo'lsin. Yaxshi to'ylarni ko'ringlar. Salomat bo'linglar. Nemajon aka? Nabi. Mana chiroyli sumalaylar, Navro'zi bog'lam, Qarang, onaxonlarimiz bitta juda mehnat qilishyapti. Mana ayvonda otaxonlarimiz yayrab o'tirishibdi. Mana qozonlarni osib qo'ydik. Endi sumalay olgandan keyin, otalar qo'sham solatdi urf-odatimiz bo'yicha. Mana Nemajon aka, Yo'ldoshxon akamga ayting, borib toshini terib kelsin endi. O'zi sumalakka toshni o'rniga yong'oq qilsa ham bo'lardi-yu. Mamasidaqa boringlar desam, yong'oqiz yo'q ekan. Yo'ldoshxon akamga yong'oqni solinglar sumalakka desam, bular Omon akam bilan chaqib yeb qo'yishibdi. Mana shu Navro'zi olamda
Bugungi sumalaylarimizda Ne'matjon aka mana o omon bulbulni ham olib kelganmisiz aka? Bo'lmasa omon bulbul sayrab bering bo'lmasa bir. Mana bulbullarni chaqiring mana kelib qopti hamma yo'q. Buna bulbulni ko'rmaganman. Bulbul gulga qo'nganda sayrardi. So'zaga o'tirsa ham sayraydi qandoq. Bir daraxtga agar o'tirgizib qo'ysa, buni bulbul demaydi. Ko'rgan odam buni qizil ishton deydi. Juda to'rini chiroyliligini ko'rdingizmi? Ha. Mana ba'daylar xursand bo'lyapti. Nima deyishyapti? Cho'ntagida xemiri yo'q, boy o'g'li ekan deyapti. Endi bu agar bedana urishadigan bo'lsa, bir hafta sizni go'shingizni yeyish kerak. Go'sh yermidi? Ha, go'sh edi-da. Uch qatada bo'lsa qonaqa qaramayapti-yu. Ko'ringiz Muhsin aka sizni yerga ayladi. Qoyilman. Hey, san'atdan ichida eng nozigi ham, eng qiyini ham askiya. Tushungan odam ekansiz. Boya qarang, Muhsin aka, bu boy assistent qani boyga assistent. Mana qarang, qo'yavering. Mana shu gapni topib gapiradiganlarning o'rtasida bo'lsa, o'ziga foyda. Assalomu alaykum rais aka. Va alaykum. Qizim, nega maktabga bormadinglar? Ayyo, bordik. O'qituvchilarimiz vaqtliroq qo'yib yuborishdi bizani. Bu maktabda a'lochi qizlari. Bu o'qituvchilarga hayronman, nega qo'ymanadi bular? Bahor. Har bahor ham shunday o'tadi. Har bahor ham shu bo'lur takror. Ana.
qushlarga Men sizga hozir mahallamizni gavharini ko'rsataman. Ana husn, ana ovoz, ana ko'z. Bo'ldi, ko'rsating. Rais buva, anani ko'p gapirurmang. Ustamiz taxalluslari bu. Vog'liroq yetmaysan. Qani. Bor to'g'liga don berib ke qizim. Xo'p bo'ladi oyijon. Tomchi yomg'ir, shamol esdi g'ir-g'ir. Baxmal bo'ldi bog'im, gullarga to'ldi quchog'im. Yashil o'tlar orasida sariq gullar, o'rikli oq kapalak, osmondagi mukammalak. Bahor, bizga bo'lar yangi hayot yor. Bahor, bizga bo'lar yangi hayot yor. Qancha boqsam osmonga tegan tog'larga, ko'zim to'ymay o'zim boraman bog'larga. Tegib toshdan toshga, shoshib oqadi shalola, yuzin ochar erkalanib bahor qizil lola. Bahor, bizga bo'lar yangi hayot yor. Bahor, bizga bo'lar yangi hayot yor. Tomchi yomg'ir, shamol esdi g'ir-g'ir. Baxmal bo'ldi bog'im, gullarga to'ldi quchog'im. Yashil o'tlar orasida sariq gullar, o'rikli oq kapalak, osmondagi mukammalak. Bahor, bizga bo'lar yangi hayot yor. 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 Hamma narsadan bir. Amaki, haligi qizni ham bo'ladigan bo'ldinglarmi? Bolamiz. Voy, uni qachon ko'rsasizlar? Biza. Amaki, bir marta oling, iltimos, bir martagina iltimos. Men shundoq qordin, voy. Bolamiz. Bekzod, televizorda Maftuniyman kinosi boshlandi-ku. Ana bor o'sha kinoni ko'rginsan bola. Maftuniyman. Shu bolalarki Maftuniymanni yaxshi ko'rgandan keyin Husan aka, bizning mahallani eng sevimli kinosi Maftuniyman. Ana ko'ramiz. Ul bir narsa chiqib qolsa ajoyib emas. Mana qarang, ko'ramiz deyapsiz-ku, sumalak nima bo'ladi? Aka, sumalak. Ha, tayyor bo'lib qoldi-ku sumalak-ku. Husan aka, sumalak tayyor bo'lib qoldi. Odamlarni hammasi bizga muntazir to'xtang.
Ana shu qizaloqlarni, mana shu bolakaylarni bir tomosha qilib. Voy, assalomu alaykum. Kelinglar, aylanib. Kelinglar. Ana, nabiralarim tayyor. Sizlarga teatr ko'rsataman. Kelinglar, aylanib keting, qaranglar voy. Ana. Iltimos, bizni mahallani bolalari. Judayam yaxshi, Onimizni qarang, chiroyliligini o'ylang. Ana. Do'stlarimiz bo'lsin omon, jon
endi bizlarni kinoga olasizmi? voy oling mana nabiralarim qarang biridan biri chiroyli-a. Gap bo'lishi mumkin ama albatta olaman. Ben sizni yomon joylarga boshlamadim. Qani mehmon. Qani keling, qo'rqmang kelavering. Qarang. Ana bu yerda haqiqiy to'y bo'lyapti. Ha, do'stim, bu haqiqiy to'y emas. Bu haqiqiy Navruz. Qarang, odamlarning chehrasiga qarang. Ha, imonim komilki, Xudo xolasa, meni ijodimdagi eng zo'r musiqali film mana shu bo'lib qoladi. Ana, ko'rdingizmi? Bizni shahrimizni har bir mahallasini, har bir xonadonini o'z istidodlari bor. Bildingizmi? Bildik. Ha, biz mana shunaqa bayramlarni hammamiz jam bo'lib birgalikda mana shunaqa qilib o'tkazamiz. Yo'laga, qani haqiqiy Navruzga marhamat.